Yoshlar turishibdi, qizlar. Bir donishmand aytgan ekan. Sen qarichilikdan qo'rqma. Hali u qarichilikka yetishing kerak degan ekan. Haqiqatan ham biz yoshlar, mana shu yerda o'tirgan yosh qizlar, yigitlar qarishni xohlamaymiz. Qarimaymiz deb o'ylaydi ko'pchilik. Ayniqsa qizlarimiz. Va shunda yuraveramiz, biz qarimaymiz. Biz mana shunday go'zal bo'lib, ochilib, chochilib yuraveramiz deydi. Rosa qaraysan-da. Shunday qaraysanki, shaptola qoqib ketasan. Eng yaqin dugonangni tanimay qolasan. İçlaringda iloyim shunday bo'laylik deylar. Xudo o'sha kunga yetkizsin qarichilikka. Mana bu qarilarda bir gapi bor. Men ham edim seningdek, sen ham bo'larsan meningdek deydi. Iloyim biz ham o'shalarning yoshiga yetaylik. Bular hech qachon yoshlarga havas qilmaydi, chunki qarichilikdan bir gashti bo'lsa kerak-da. Mana shu yerda o'tirganlar yaxshi bilishadi. Endi biz masalan qaynonalarimizni hurmat qilamiz. Qaynonalarimiz bor bo'lsa, mana shu yerda o'tirgan qaynonalar ko'pchilik kelini bilan kelgan. Bir yigit olma sotyapti demiş. Kep qoling, olma. Chernobyldan keltirilgan olma. Sotaman ketaman, ozgina qoldi. Chernobyldan keltirilgan desa odamlar talash qilib olyapti demiş. Narxini ko'tararmish, baribir talashimish. Kep qoling, Chernobyldan keltirilgan olma ozgina qoldi desa, uka, Chernobyldan keltirilgan bo'lsang, demak bu olmang nurlangan bo'lsa kerak, radiatsiya olgan bo'lsa kerak. Ha, xuddi o'shana o'zi, zahar bo'lib ketgan aka. Oling desa, buni nima qilaman men desa, avvalo olishyapti-ku. Kimlar olyapti desa, qaynonasini yomon ko'rganlar olyapti turmush. Qaynonasini yaxshi ko'radiganlar ham bor. Chunki qaynonaning o'zi yaxshi-da. Bir qaynona 3 ta kuyov bor ekan, uchovini sinamoqchi bo'libdi. Qarasa, katta kuyov ishdan kelyapti. Qani bir shuni sinab ko'raychi, menga oqibati qanday ekan deb katta bir anhor o'tar ekan, suvni bo'yida o'tirgan kampir o'zini suvga otib yoribdi-da, oqib ketyapti demiş. Voy Davud, qutqaringlar, cho'kyapman, o'lyapman, kim bor? Qarasa qaynonasi tanib qolib suvga tashlab, yetib borib qutqazib olib chiqib uyiga qo'yib qo'yibdi borib. Ertalab turib qarasa hovlisida gaz 31 Volga mashinasi turganmish. Oq ranglisidan eng chiroylisidan turganmish. Qarasa bir qog'ochchi ham turganmish. Olib o'qib qarasa, sevimli kuyovimga suvdan qutqazib olgani uchun sevimli qaynonasidan sovg'a. Maza qilib bola chaqasini mingizib shahar aylantirib yurganmish. Bitta qaynona bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. O'rtanchi kuyovni bir hafta o'tgandan keyin sinamoqchi bo'libdi. Qarasa ishdan kelyapti. Anhorni bo'yida o'tirgan onamiz yugurib borib o'zini suvga sholab pita tashlab yuboribdi. Loyiqa suvda suzishni bilmaydi. Bir cho'kib, bir chiqib, baqirib, chaqirib, haqiqiy oqib ketsa, yordam beringlar, halol yo'q deb baqirib ketsa, tanib qolib, yugurib kelib suvga tashlab, kiyimlari bilan borib suvga tashlab, qaynonasini qutqazib olib chiqib uyga borib qo'yibdi. Ertalab turib qarasa, hovlisida 06 Jiguli motor ham 06 turganmish-da. Bir qog'ochcha turganmish, olib o'qib qarasa, sevimli kuyovimga suvdan qutqazib olgani uchun sevimli qaynonasidan sovg'a. Maza qilib bola chaqasini mingizib katta bojasi bilan afg'on o'ynab yurganmish. Eng kichkina bojasi Qo'qonni mana shu eski shahardan ekan, G'irt sentrdan kelyapti demiş. Shuni ham bir sinab ko'ray, shu javob nima deyam, qani menga oqibati qanday ekan deb suvga qaynona o'zini otib borib, "Voy Davud, qutqaringlar, o'lyapman, cho'kib ben dod, faryod" deb ketayotsa, tanib qolib nima dirmish? Bizni qaynona-yu bu. Ha, bizni ham sinamoqchi bo'libdilar-da. Katta kuyov suvdan qutqazgani uchun gaz 31 oldi. O'rtanchisiga bojamga 06 Jiguli berdi. Bir-birini quvib menga qo'yib yuribdi. Hozir men qutqazib olsam, endi menga Zaporoj beradi debdi. Zaporoj bilan men bojalarni olib pazor bo'lishim kerakmi? Ularga quvib yetib bo'lmaydi ular debdi. Bari oqib ketaver. Qaynona oqib ketibdi. Ertalab turib hovliga shunday chiqsa, kichkina kuyovning hovlisida ne ko'z bilan ko'rsin, ko'zlariga ishonmaydi. Katta bir qora rangli Mercedes Benz turganmish. 600ligidan turganmish. Bu qayerdan kelib qoldi bu deb bunday qarasa bir qog'ochcha turgan ekan. Olib o'qib qarasa, sevimli kuyovimga sevimli qaynotasidan sovg'a yozib qo'yganmish-da. Qarsiylarga rahmat. Biz konsertimizni orasida qo'shiq,
askiya qilib olib borishni kelishib olganmiz. Navbatda mana yana davramizni chiroyli olib borayotgan diktorlarimizga beramiz. Yana konsertimiz davom etadi. Rahmat. Qarsanglar. Azizlar, kechamiz davom etadi. Eslatib o'tmoqchimiz, bugungi saylimizning tashkilotchisi Qo'qon shahar sanitariya epidemiologiya stansiyasining mas'ul tashkilotchisi Muhammadjon aka Adhamov rahbarligidagi shifokorlar o'tkazishmoqda. Texnik sabablarga ko'ra Abdumanon aka bunaqasi ham bo'lib turadi. Men mikrofonimni sizga uzataman.